Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Mana ko'rib turganingizdek, biz Andijon avtovokzaldamiz. Avvalambor ta'kidlab o'tganimizdek, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlaridan to'g'ridan-to'g'ri Moskva, Sankt-Peterburg, Perm, Ufa, Kazan yo'nalishlari bo'yicha o'z avtobus qatnovlarimizni bo'yicha reklama qilgan edik. Bu safar ham Moskva, Sankt-Peterburg yo'nalishlari bo'yicha o'z avtobus qatnovlarimiz hali hamon davom etmoqda. Kimda kim ishonchli qonuniy davlat avtobuslarida ketmoqchi bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilib biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Tanlovda adashmang, obuna va like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang.